Abduqodir bilmadim. Lekin ishonchim komilki, bu uning ota-onasidan olgan tarbiyasi, O'zbekiston ta'siri. Manchester City bosh murabbiyi Josep Guardiola Chempionlar Ligasi doirasidagi Budyoglimtga qarshi o'yin oldi matbuot anjumanida ishtirok etdi. Matbuot anjumanida o'zbekistonlik jurnalist Abdulvosit Bektemirov murabbiydan Abduqodir Husanov haqidagi fikrlarini so'radi. Husanovning oxirgi o'yinlari haqida media yozgan xabarlardan kelib chiqib baho berish mumkin. Husanovning oxirgi uchrashuvlari shunchaki dahshatli bo'ldi. Biz juda xursandmiz. Shuni alohida aytishim kerakki, Arsenal bilan o'yindan keyin u bir oy davomida biror daqiqa ham o'ynamadi. Bu juda uzoq muddat edi. Uning mashg'ulotlardagi va kiyinish xonasidagi o'zini tutishi Husani aynan shu xislatlar xarakterlaydi. Qiyin lahzalarda futbolchining kimligi, jamoada o'zini qanday tutishidan bilinadi. Abduqodir bilmadim. Lekin ishonchim komilki, bu uning ota-onasidan olgan tarbiyasi, O'zbekiston ta'siri. U Parijda, kechirasiz Fransiyada, atigi bir necha oy bo'ldi va darrov bu yerga APLga, Manchester Cityga keldi. Bunday o'zgarish oson emas, lekin u eshitdi, o'rgandi va albatta uning jismoniy holati shunchaki yuqori darajada. Manchester City juda ko'p yillar davomidagi eng yuqori saviyadagi markaziy himoyachiga ega bo'ldi. Husanov 100% asosiy tarkib futbolchisi bo'lish uchun nimalar qilish kerak? Ochig'ini aytaman, bu faqat uning o'ziga bog'liq.